Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. O'zbekiston, Osiyo va dunyoda ro'y berayotgan eng qiziqarli xabarlar bilan har doimgidek Zafarjonov Rifatbek kanali o'z ishini boshlaydi. Ha, qadrli do'stlar, jahon chempionati biz uchun erta yakunlandi. Lekin bu degani futbol tugadi degani emas. Aksincha, futbol boshlanmoqda. O'zbekiston Super Ligasiga kuni kecha start berildi, 12-tur o'yinlari o'tkazildi. Demak, ekran oldiga yaxshilab joylashib oling. Bugun barcha xabarlarni e'tiboringizga havola etamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling, like tugmachasini bosib bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Siz uchun mazmunli va kerakli ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. 12-tur Neftchi Buxoro 2-1, Bunyodkor Nasaf 1-3, Sug'diyona Xorazm 2-0, Namangan Navbahor OMK 2-3, Mash'al Qo'qon 1912 1-0, Paxtakor Lokomotiv 1-1. Bugun bo'lib o'tadigan uchrashuvlar Qizilqum Dinamo, Andijon Surxon o'yinlarining guvohiga aylanamiz. Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bilan shartnoma bo'yicha kelishdi. Afsonaviy fransuz futbolchisi Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi etib tayinlanishi kutilmoqda deb xabar bermoqda Fabrizio Romano. Ma'lumotlarga ko'ra 53 yoshli mutaxassis shartnoma shartlarini to'liq kelishib olgan va o'z murabbiylar shtabini ham shakllantirib bo'lgan. Rasmiy e'lon va shartnoma imzolanishi yaqin kunlarda Didi Disham milliy jamoa bosh murabbiyligi lavozimini tark etgandan so'ng amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Zidan bir necha oy oldinroq aynan Fransiya futbol federatsiyasidan taklif kutishga qaror qilgani, shu maqsadda boshqa klub va terma jamoalardan kelgan takliflarni rad etgani qayd etilmoqda. Didi Desham 2012-yildan buyon Fransiya termasini boshqarib kelayotgan edi. Uning qo'l ostida jamoa 2018-yilda jahon chempioni bo'ldi. Millatlar Ligasida g'alaba qozondi. Shuningdek, jahon chempionati 2022 va Euro 2016 finaligacha yetib bordi. Zidan esa murabbiy sifatida faqat Madridning Real klubida ishlagan. U yerda jamoa bilan 3 marta ketma-ket Chempionlar Ligasida zafar quchdi va 2 bor Ispaniya chempioniga aylandi. 14-iyul kuni Arlington shahridagi stadionda Disham boshligidagi Fransiya terma jamoasi jahon chempionati 2026 yarim finalida Ispaniyaga 0-2 hisobida mag'lub bo'lib, finalga chiqish imkoniyatidan mahrum bo'ldi. Finalga tayinlov olgan hakam yig'ladi. Sloveniyalik referi Slavko Viničić jahon chempionati finalida Argentina va Ispaniya terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvga bosh hakam etib tayinlanganini eshitgach, hissiyotlarini jilovlay olmadi va ko'z yosh to'kdi. Uchrashuv 19-iyul kuni AQShning New-Jersey shtatida bo'lib o'tadi. Viničić final uchrashuvining bosh hakami etib tayinlanganini FIFA hakamlar departamenti rahbari Pierluigi Kalinadidan hakamlar uchun tashkil etilgan maxsus yig'ilishda eshitgan. Ushbu xabardan keyin sloveniyalik hakam yig'lab yuborgan. 46 yoshli Slavko Viničić 2024-yilda Yevropa chempionati yarim finali va Chempionlar Ligasi finalini ham boshqargan edi. Qiziq jihati shundaki, Argentina terma jamoasi so'nggi marta jahon chempionatlarida 2022-yilda mag'lubiyatga uchragan bo'lib, o'shanda Lionel Scaloni shogirdlari guruh bosqichida Saudiya Arabistoniga 1-2 hisobida yutqazgan edi. Aynan o'sha uchrashuvni ham Slavko Viničić boshqargan edi. Xo'sh, bu safargi finalda qanday natija qayd etiladi? Mavzuni uzoq Osiyoga qaratamiz. Sherzod Temirov Iroq ligasi tarixiga kirdi. Yaqinda Zaho klubiga o'tgan Sherzod Temirov Iroq transfer bozorini portlatib yubordi. Ya'ni Temirov Zaho klubida yiliga $3,5 million ortiqroq maosh oladi. Bu bilan u Iroq ligasi tarixidagi eng qimmat maosh oluvchi futbolchiga aylandi. Biz Sherzod Temirovga Iroq chempionatida omadlar tilab qolamiz. Qadrli do'stlar, eng qiziqarli va muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.